Tasavvur qiling, Braziliya futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri Neymar yosh o'zbekistonlik himoyachi haqida iliq fikrlar bildirdi. Sizlar bilan Husanov News kanali. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Futbol muxlislari orasida qiziqarli gap-so'zlar tarqaldi. Aytishlaricha, Neymar norasmiy suhbatlardan birida Abduqodir Husanov haqida ijobiy fikr bildirgan. Go'yoki suhbat davomida Neymar zamonaviy futbol va himoyachilarning o'rni haqida gapirar ekan, Husanovning o'yin uslubini alohida ta'kidlagan. Ayniqsa uning maydondagi xotirjamligi, tezligi va himoyadagi ishonchli harakatlari e'tirof etilgani aytilmoqda. Manbalarga ko'ra Neymar shunday deganmish: bugungi futbolda himoyachining nafaqat kuchli, balki juda aqlli bo'lishi muhim. Husanov esa aynan shu jihatlari bilan ajralib turadi. Albatta, bu gaplar rasmiy intervyuda yangramagan va hozircha muxlislar orasida muhokama qilinayotgan qiziqarli hikoya sifatida qaralmoqda. Shunga qaramasdan, bunday taxminlar ham futbol ixlosmandlari uchun doimo qiziq. Bu fantaziya, lekin o'ylab ko'ring, bir kun amalga oshsa-chi? Bu Husanov News kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.